Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov. Sho'rchi tumanidanman, hurmatli vatandoshlar. Men kambag'alman, men qo'shoqman. Loyihasini ilgari surib kelayotgan jigitman, hurmatli vatandoshlar. Pensiyani gapirishdan oldin xalqaro hamjamiyatda bo'layotgan voqealarni ham bir shingil gapirmasak bo'lmaydi. Mana Suriyada Bashar Asadga xizmat qilgan ofitser bo'ladimi, general bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, tergovchi bo'ladimi, sudyasi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar shuna qamoqxonalarda qorovullik qilib odamlarga zulmlik qilganlarni ham bir olib kelib sud qilib o'lim jazosini qo'llab yotibdi. Bu bo'layotgan voqea bu. Va endi Bashar Asadni davrida endi o'ta qirg'in bo'lgan ekanda. O'ta qirg'in bo'lgan ekan. Mana bu qorovulxonada kiradigan eshikning oldida turdi. Men og'aynimda ko'rgani keldim. Mana menga zulmlik qildi deganda ham o'lim jazosiga qo'llayapti. Mana ko'ryapsizmi? Mana oqibat nimaga olib boradi? Jol taqillik qilgandan keyin oqibati ana shunday bo'ladi. Bashar Asad bo'lsa 135 milliard pulni olib, xotini bilan, oilasi bilan qochib yo'q ketdi. U qayoqqa ham boradi? Misol uchun. Hali vaqt keladi, uni baribir qo'ymaydi. Hisobli dunyo degani ana shu bo'ladi hali. Va boshlanishi o. Va mana Suriyada bo'layotgan voqea, hurmatli vatandoshlar. Mana Rossiyada bir Zchilar bor ekan. Va Zchilar yana Putinning jaloqi jultoqlari Zchilar bir 3 tasi o'tirib olib, televideniyada chiqib, va internetlarga chiqib, Ozarbayjonning markazi, yana bizda Turkiy xalqlarimiz bo'lgan Ozarbayjonning Baku shahriga Rossiyaning desant qo'shinini tashashimiz kerak debdi. Ko'rdik uni. Shu gapni gapirgan zahoti Ozarbayjonning bosh prokurori birdan jinoyat ishi qo'zg'adi. Ana shu gapirgan gapi uchun. Mana ko'ryapsizmi? Ozarbayjonlik bizda turkiy xalqlarimiz bo'lmuş. Ozarbayjon xalqining bosh prokurori yenasini halol emib, emchagini tishlab emgan jigit birdan o'zining nosini ko'rsatdi. Ko'rdingizmi? Qarang. Birdaniga. Bu endi bu uchalasini Yevropaga qochadimi? Va Rossiyada baribir og'darish bo'ladi. O'zi borib tayyor bo'lib qoldi uni. U aniq revolyutsiya bir balaybattar bo'ladi. Haliga oti nima, ana Pushkin bordi-ku, Pushkin bo'lgan shoir. U aytgan dahshat bo'ladi degan, revolyutsiya degan. Qirg'in barat bo'ladi degan, revolyutsiya bo'lsa Rossiyada degan. Baho berib ketgan. Ko'ryapsizmi? Kuni keladi. Ana shu uchalasini Ozarbayjonga olib kelib sud qiladi. Prokuror olib keldiradi. Chunki enasini emganda, yaxshilab emgan, enasi ham yaxshilab emizdirgan. Qardosh xalqda Xudo asrasin O'zbekistonning bosh prokurori Ne'matulla Yo'ldashevlardan, o'xshaganlardan, uning o'rinbosarlaridan. Nima uchun bu gapni gapiryapman, hurmatli vatandoshlar? Inson, qarang, inson unga prokurorlik vazifasini berib qo'yibdi. Qonun ustuvorligini ta'minlashni berib qo'yibdi. Ozarbayjonning bosh prokurori mana shu ishni qilganiga chin qalbdan aytaman. Onasini, enasini, emchagini tishlab emgan jigat ekanda. Bu gapni bilasizlarmi, qachon gapirgan? Keksa bobolar aytardi. Kurash bo'lsa, biranta polvon shunday chiqib ko'tarib turib bir ursa, yiqitsa,
jigit enasini emchani tishlab engim jigit ekanda degan gap bo'lardi. O ko'pkarida keyin to'y olishlarda, to'y ko'pkarilarda ana shu narsani keksa odamlar gapirardi, hurmatli vatandoshlar. Bu gaplar bejizga aytmagan. Ko'ryapsizmi? Ozarbayjonda xalqining bosh prokurori gapirgan gapi ustidan birdan jinoyat ish qo'zg'adi. Jinoyat ish qo'zg'adi. O endi o uchalasi o o'talmaydi endi, Rossiyadan chiqolmaydi endi. Shu Putinning orqasini jultab yotaveradi. Shunday. Mana ko'ryapsizmi? Bizni O'zbekistonda-chi? O'zbekistonning bosh prokurori Ne'matullo Yo'ldoshev-chi bir o'ris chiqib gapirdi. O'rislar o'zbeklarda Lenin jaratgan dedi. Shu gapi uchun kerak bo'lsa uning ustidan bosh prokuror jinoyat ish qo'zg'atib O'zbekistonga kirmaslik uni birdan e'lon qilish kerak edi. Qolaversa u emas, Gitlerni bilan Ivanovni ekstraditsiyasini ham talab qilish kerak edi. Bosh prokuror, O'zbekistonning bosh prokurori uning o'rinbosari ana shunday talab bilan chiqish kerak edi. Kim aytadi O'zbekistonning bosh prokurori Ne'matullo Yo'ldoshev deb? Men tanolmayman u odamni. Rasvosini chiqardi O'zbekistonning prokuratura tuzilmasini. Abgar ahvolga olib keldi. Sog'lom bir 30% qoldi. Shuni ham tamom qiladi shu. Bu o'tirishda. Buni ushlab o'tiradigan darajadagi prokuror emas u. Ochiqchasini aytamiz. Gitlerni bilan Ivanovda ekstraditsiyasini so'rash kerak edi. Bu bir, ikkinchisi O'zbekiston xalqiga, o'zbek xalqini oyoq osti qilib gapirayotganlarni ustidan jinoyat ish qo'zg'ash kerak edi. Nimaga deganda Lenin yaratganmi o'zbek xalqini? O'zbek xalqi kerak bo'lsa eng kami 3,5 ming yil bo'lgan yaralganimizga. Turkiy xalqlarini. Ana shunday gapni gapirganda O'zbekiston bosh prokurori ustidan jinoiy ish qo'zg'ash kerak. Ana shunda bu odam haqiqiy O'zbekistonning prokurori deb tan olardim. Men tan olmayman men. Prokuror emas bu. Butun O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashda o'rniga abgar ahvolga olib ketishadi. Qani ko'ramiz endi sudiyasi nima bo'lar ekan. Robboqa Mahmudova ilgari aytardi. Etga dedi, qarang, etga 3 kun ovqat bersangiz, 3 yildan keyin kelib qarasangiz ham shu et sizni tanib hurmatingizni joyiga qo'yadi. Biz 35 yildan beri prokuror bilan sudiyani boqib keldik. Natijasini ko'ryapsizmi, nima bo'ldi? Bularni gapirishimiz kerak. Nimaga gapirmaymiz? Hurmatli vatandoshlar, hayotda bo'layotgan gaplarni ham gapiryapmiz. Mana xalqimizda ham asta sekinlik bilan o'sha muxolifat kayfiyatiga o'tayotganlari ko'payapti, safimiz ko'payapti. Bu ko'payishlar juda kam. Ko'plashishimiz kerak. Millionlab, 2 millionlab, 10 millionlab, 20 millionlab odamlar muxolifat kayfiyatiga o'tish kerak. Davlat bizniki qo'limizda turibdi. Buni ota-bobolarimiz, momalarimiz, avlod ajdodlarimiz repressiya ko'rganlar. Meni momam ham ko'rgan repressiyani, avlodim ko'rgan repressiyani. Men shu avlodning farzandiman degan fikrga borish kerak. Biz jadidchilarning davomchilarimiz. Bularda gapirmasak bo'lmaydi, hurmatli vatandoshlar. Xalqimiz ongli ravishda ongsiz qilindi. Ongli ravishda qo'rqoqlikka o'tib qoldik. Bo'lmasam 25-yil noyabrdan beri pensiyani va
Konstitutsiya qonunining 46-moddasiga asoslangan holda ishlab chiqishdi. Ko'rib chiqinglar deb. Tirik murda senator, tirik murda parlamentga, tirik murda hali prezident administratsiyasidagi ishlayotganlarga ham gapirib chiqdim. Qolmadi, hamma sohani gapirib chiqdim. Kuch ishlar tizimlarini ham gapirdim. Prokuror, sudya, ichki ishlar, DXX, PXX hammasini gapirib kelyapman. Birortasi ana qilolmayapti. Nimaga uchun, hurmatli vatandoshlar, bilasizlarmi? Siyosat to'g'ri olib borilmayapti. Nimaga uchun mana shunday holga keldik? Muxolifat kayfiyatidagi odamlarning yo'qligining evaziga. Qo'rqoqlik kayfiyati paydo bo'lgani uchun. Hadisa qamaydi, hadisa o'qiladi. Qo'rqqan xalqmiz biz. Ko'ryapsizmi? Nimaga uchun men Ozarbayjonning bosh prokurorini gapirdim? Nimaga uchun O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Ne'matullo Yo'ldoshev bilan Ozarbayjon prokurorining orasidagi tafovutni gapirdim? Ko'ryapsizmi? Chunki deganda biz xalqimiz qo'rqoq. Yaqinda birov aytdi. Sudyaga baho berganda xalq tushunmaganda sudya tushunadimi deyapti. To'g'ri aytayapti ana shu. Hurmatli vatandoshlar, muxolifat kayfiyatiga o'tmasak juda rasvomiz. Davlatning yer osti, yer usti boyliklari taqsimoti yo'lga qo'yilmagan. Tirik murda senatorlarimiz bor, tirik murda parlament deputatlari bor, spikerlar bor. Bularning hammasi abgor ahvolga keltirdi O'zbekistonda. Agar abgor ahvolga olib kelmaganda noyabrda chiqishlarni dekabrga yanvardan pensiyaning masalasini komissiya tuzib ko'rib chiqish kerak edi. Konstitutsiya qonunining 46-moddasi bo'lsa. Prezident administratsiyasi to'g'risida qonunni bir haftaga qoldirmay ishlab chiqishdan ko'ra mana buni ishlab chiqish kerak edi. Xalqning manfaatini o'ylab ko'rish kerak. Prezident administratsiyasini o'zi 80% ga qisqartirib tashlash kerak. Hukumat bormi? Bor. Vazirlar mahkamasi bormi? Bor. Erkin berib qo'yish kerak. Ishlasin. Qachongacha prezident administratsiyasidan topshiriq keladi? Bejizga gapirilmayapti bu gaplar. Hurmatli vatandoshlar, kecha mana qaranglar. Mana shu kun o'zida mana va Otabek Bakirov mana shu ko'ringlar hurmatli vatandoshlar. Kuni kecha chiqdi. Kuni kecha mana shuni ko'rib chiqing. Ko'ringlar hurmatli vatandoshlar. Juda oqilona, juda fikrli, keng doiradagi masala gapni gapirdi. Men qoyil qoldim. Shunday yigit qizlarimiz bor ekan, shunday yurtning farzandlari bor ekan. Rahmat ana shu yigitlarga, shu qizga, shu jurnalistlarga, shu aliglarga rahmat ana shularga. Juda chiroyli, ma'noli, mazmunli qilib gapirishdi. Rahmat shularga. Shularni tarbiyalagan ota-onasiga, o'qitgan o'qituvchisiga rahmat aytishimiz kerak. Juda yaxshi gapirdi. Mana shuni ko'ringlar hurmatli vatandoshlar. Keyin yana bitta narsani O'zbekistonda atom elektrostansiyasi kerakmi, yo'qmi degan masalada Baxtiyor Karimov degan bir professor, olim odamimiz bor ekan. Bizning yurtimizning farzandi ekan. Juda ma'noli, mazmunli qilib, chiroyli qilib gapirdi. O'zbekistonda atom elektrostansiyasini qurish mumkin emas dedi. Bizning sharoitimizga to'g'ri kelmaydi dedi. Ona esir vaqtida atom elektrostansiya qurishi eng katta, eng ko'p nomer 1 korrupsion holat bo'lgan ekan.
Mana shu atom elektrostansiyani quramiz desa, SSR vaqtida. Juda katta pul o'marilgan ekan xalqning puli. Ana shuni ham Baxtiyor Karimov degan professor gapirib chiqdi. Savol javob bilan gapirib chiqdi. Isbotlab beryapti. O'zbekistonda atom elektrostansiyasi umuman keragi yo'q. Bu xalqni qoqshatib o'parib ketadigan, pulni o'parib ketadigan holat deb baho berdi. Men o'zim shunday ham baho beryapman. O'zimning fikrimni aytyapman. Chunki biz issiq o'lkada yashaymiz. Bu to'g'risida gapiramiz, yana gapirib chiqamiz. Pensiya to'g'risida gaplar ham mana shu Otabek Bakirov degan zo'r yigit ekan. O'zi aslida ana shu bola shunday yigit qizlarimizda senatga senator raisi, parlamentga spikerni boshlig'i qilib qo'yishimiz kerak. Bir ekip. Rasuljon Kusharbayev bor. Ko'p yigit qizlarimiz bor. Sog'lom fikrli yigit qizlarimiz ko'p. Mana shularni qari takalardan voz kechib, shularni senatorga, deputatlikka saylab qo'yishimiz kerak. Chunki deganda bunday yigitlarda juda kamdan kam bo'ladi. O'ziki mana shu sentyabr oyida parlament bilan senatni butunlay tarqatib yuborish kerak. Tarqatib yuborish kerak. Men prezident bo'lganimda tarqatib yuborardim. Ushlab ham o'tirmasdim. Butun qari takani hammasini jo'g'atardim. Xalq senlarni dastingdan mong nima deb hammasini astabga chiqarib yuborardim. Xalqni o'zi kerak bo'lsa kadrda olib chiqarib olib keladi. Mutaxassislarni. Keng qamrovli fikrli doiradagi insonlarni olib kelib qo'yardi. 5600 so'mlik prezident maslahatchilarini o'xshaganlarni umuman yaqinlashtirmasdi. Gapiraverishimiz kerak. Aqlini ishlatsin. Nima uchun gapiryapmiz? Aqlini ishlatsin. Kelajakni o'ylash kerak. Shuning uchun gapiryapman. Hurmatli vatandoshlar, ko'ryapsizmi, bo'layotgan voqealarni hammasini mana shuni ko'ringizlar. Shu Otabek Bakirov bilan kuni o'zida chiqqan qiz bilan o'tirgan suhbatni, mana jurnalist qizni suhbati, savol javobi juda yoqdi. O'ylab ko'ringizlar-da, yaxshilab ko'ringlar-da. Nimaga uchun jarimalar, haliga ballar nimaga uchun bo'lib ketayotganini bilib olasizlar. Nimaga uchun pensionerlarda pensiyasi ko'tarilmayotganini ham ana shu yerdan bilib olasizlar, hurmatli vatandoshlar. Rahmat shularga. Vatanimizda, yurtimizda shunday farzandlari bor ekan, bu yurt hech qachon xor bo'lmaydi. Ammo lekin birlashib muxolifat kayfiyatiga o'tmasak, bu 5 ta siyosiy partiya va tirik murda senatorlar, tirik murda parlament deputatlari xalqni magnetmaydi, jarimalar ko'payaveradi, norozilik kayfiyati ko'payaveradi, ko'payib ketaveradi. Muxolifat bo'lsa, prokurorni ham o'tirg'izadigan, senat sudyani ham o'tirg'izadigan. O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya qonun ishlaydi, konstitutsiya sudyalar ishlaydi. Konstitutsiya sudyaning sudyalarini xalq saylash kerak, raisini o'zlari saylab olish kerak. Mana shunday imkoniyatlar yaratadigan kuch bu muxolifat bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Muxolifat kayfiyatiga o'tishimiz kerak. Yaxshi emas. Siyosat yaxshi olib borilmayapti. Karim davrida ham shunday edi, Mirziyoyev davrida ham shunday bo'lyapti. Men afsusdaman, 4-dekabr 16-yil Shavkat Mirziyoyevga borib ovoz berganimda. Juda afsuslanaman. Alloh meni kechirarmikan deb o'tirdim.
Mana shunday kayfiyatda xalqimiz ko'payish kerak. Mirziyoyev sizga ishongan edik. Lekin ishonchni oqlolmadingiz. Hurmatli vatandoshlar, pensiya to'g'risida gaplar to'xtatmaymiz. Davom ettiraveramiz. Yurtimizda Allohning o'zi asrasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.